Romchi akalar, men hozir sizlarga bitta harakat bilan buyurtmangizni ham Romchi ilovasida, ham Telegram botda saqlashni ko'rsataman. Bu nima uchun kerak? Ko'p mijozlarimizda bilmasdan turib, o'zlari buyurtmasini o'chirib olish holatlari kuzatadilar Romchi ilovasida. Biz buni yechimini topdik va qisqagina tushuntiraman. Kameraga yaqinroq olib keling. Birinchi Romchi botimizga kirib olamiz va startni bosamiz. Bu botimiz yana qulayligi, agar sizning telefoningizga SMS kod kelmasa, bu bot orqali ham SMS olishingiz mumkin. Undan keyin esa Romchi ilovasiga o'tib, xohlagan bir buyurtmani yasab ko'rsatib ko'ramiz hozir. Yasangan buyurtmangizni xohlasangiz qoralamani saqlang, xohlasangiz buyurtma qilib saqlang. Ikkala holatda ham buyurtmangiz PDF holatda Telegram botimizga saqlanadi. Misol uchun test holatda yaratib ko'ramiz. Biror buyurtmani yaratamiz hozir. Ma'lumotlarni kiritib va startni mana buyurtmani bosdik. Va endi botimizga o'tib ko'ramiz bitta. Mana botimizga o'tib ko'ring. Hozirgi mana keldi. Ya'ni PDF holatda bu buyurtmamizni Telegram botda ham saqlashimiz mumkin. Va undan keyin mana qo'shimcha tarzda ko'rishingiz mumkin. Bu buyurtmalar ro'yxatida ham saqlangan. Xohlasangiz qoralamani saqlasangiz ham Telegram botga boradi. Video sizga yoqqan bo'lsa videoga like bosing, bu videoni akfachi do'stingizga yuborib qo'ying.